Mana shuncha pulga tushar ekanman va hammasini boshqatdan. Ko'pgina mijozimiz tomonidan shunaqa muammoli vaziyat bo'ladi. Mebel olib kirgandan keyin bu yog'ini qirib olgandan keyin yana o'sha rangdan takroran kerak bo'ladi. Navbatdagi mijozimiz Muzaffar akaga biz 1 yil oldin qilib bergan rangimizni qilib berdik. 1 yil oldin biz kraska xarid qilganmiz, Holga. Kodini esimda yo'q, chunki Telegram переписка o'chib ketdi. Oxiri bu yoqqa keldik. Xullas hamma kodlar jurnalda bor ekan. Men o'zi o'ylayotgandim, mana shuncha pulga tushar ekanman va hammasini boshqatdan topaman shu kraskani deb kelsam, yo'q, bularda hammasi bor ekan. Hammasi shu jurnallarda saqlangan ekan. Shu taxminan datani eslab, qancha olganimni kompyuterdan ko'tarib, o'sha birga bir rang chiqarib berishdi. Vaholanki na kodi, na anaqa nomi yo'q. Minnatdorchiligimni bildirmoqchiman Kaparol jamoasiga. Haqiqiy professionallar ishlaydi. Shuning uchun har doim Kaparolga kelib olinglar, adashmaysizlar.